Voy, bu smokerning bahaybatligini qarang. Bu smoker mashi haybatiga yarasha go'shtlarni ham zo'r pishirar ekan. Buni sochni xil bo'lib pishganini qarang. 7 soatdan 14 soatgacha mevali daraxt o'tinida dudlanib pishgan bu go'shtning ta'mi juda ham antiqa chiqibdi. O'tinda pishganligi uchun ham go'shtning ta'mi boshqacha. Tuzlamalari ham joyida. Asosiysi go'sht quruq bo'lib qolmagan, sochni turibdi. Bu go'shtni Marmar oilaviy restoranida tayyorlashayotgan ekan. 100 grammi 35 ming. Bitta odam 300 grammga to'yar ekan. Kilosi esa suyaksiz pishgan holatda o'lchanadi va narxi 350 ming so'm. Bu go'sht sizni ham ishtahingizni ochib yuborgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Bu bahaybat smokerda nafaqat mol go'shti, balki tovuq hamda qo'yni qo'lini ham pishirishayotgan ekan. Tabizga qarab xohlaganingizdan olsangiz bo'ladi. Undan tashqari burger sevuvchilarga smoker go'shtidan burger ham tayyorlab berishayotgan ekan. Noni juda ham yupqa, ich to'la go'sht. Sousini ham go'shtni o'zini sachogidan tayyorlashar ekan. Marmar restoranini Toshkent shahrida 3 ta filiali bor. Bu go'shtni hamma filialda yeb ko'rsangiz bo'ladi. Marmar oilaviy restoranini bu filiali 24 ga 7 ishlaydi. Adresi Shota Rustavelli ko'chasi, Madera Towers'i shundoqqina tegida. Bu videoni go'shtxo'r bolalarga jo'natib qo'yinglar.